Otabek aka, O. ruloy gidravlika molini olib tashlab elektronik qo'yasizmi? Ha, Malibu 1 ga elektronik qo'yib beramiz. Malibu 2 ga o'xshab yumshoq bo'ladi. Mana gidravlika nasosi, rulni yumshatib beradigan nasos. Mana moyligini qonab ketganini olib tashlayapmizda, elektronik qo'yamiz. Bu sim orqali, kompyuter orqali ishlaydi. Katta tezlikda ham rul qosib turadi, unaqa chapga o'ngga o'ynab ketmaydi. Bu 1 ga 1 tushadimi? 1 ga 1 tushadi. Faqatgina bitta ishi bor. Polni ustanovka qilib bo'lgandan keyin, mana gidravlikani ashqal-dashqaldan olib tashlagandan keyin ustanovkadan keyin bitta elektronli ish qilinadi, ya'ni kompyuterda programma orqali programma urib qo'yish kerak bo'ladi. Buni Win kodini buni kompyuterga urib qo'yish kerak bo'ladi. O'shanda hamma shotda bajariladi. Hammasi shotda o'zida bitadi. Ustanovkasi ham, elektriskiy ishlari ham hammasi shotda o'zida bitib ketadi. Polni gidravlika moyli sistemani olib tashlab, hammasi elektrousilitel bo'ladi. Ertaga tez yurganda muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa dodda bo'ladi. 1 ga 1 tushadi. Ko'p qo'ydi, hali hech qanaqa muammo bo'lmadi. Garantiyalari bor. Garantiya, gidravlik garantiyasi bor ekan. Bo'ladi. Sizlarga ham maslahat beraman, agar sizni Malibu 1 bo'ladigan bo'lsa, rulni yumshoq qilish uchun bizga olib kelsanglar, xohlasangiz elektronik qo'yib beramiz, xohlasangiz o'zini ruloyini remont qilib berish imkoniyatlarimiz ham bor. Bu faqat holatga qaraladi. Asosan optimalniy varianti bu yerda elektronik qo'yib olish bo'ladi. Akalar, videoni mana shunaqa Malibu 1 haydagan akalarga tarqatib qo'yishim esdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin.